Assalomu alaykum. Bizani kuzatib turgan barchaga bugun 2026-yil 9-iyul sanasida xudo xolasa ba'zi bir kuzatuvchilarimizni iltimoslariga binoan Veliur uzumini yana qaytib bir marta obzor qilyapmiz. Inshaalloh ular 100% pishgan holatini ko'rishni xohlabdilar. Mana shu so'ragan insonlar uchun. Xudo xolasa Veliurlarimiz mana shu holatda. Bu Veliur uzumimiz pishish muddati 100 kun, buruzi 5 kun. Xudo xolasa kattaliklari hammasi ajoyib. 100% pishgan. Bu ertaki navlani sirasiga kiradi. Mana bu qushlar ham yeb ketgan anchasini. Mana shu holatda Veliur uzumlarimiz. Bu payvand bo'lganiga 3 yil bo'lyapti. Xudo xolasa 3 yillik holdan shu holatda kelgan. Boshlari o'rtacha, mana shu boshi 1 kilogramm, mana bulari 800-900 kilogramm bor. Xudo xolasa donlari ham yirik, jak kichik emas. Ajoyib holatda mana. Mana bu donlarini kattaligi. Mana shu holatda donlari 18 gram, 20 gram atrofida deb yozilgan. Endi buni hozir o'lchashga tarozi olib kelmaman, lekin ta'mini 1-2sini o'lchadim, 14-1-2 chiqdi. 14-1-2 bu ertaga navlar uchun men o'ylaymanki yomon emas. Xudo xolasa Veliur uzumlarimiz juda ajoyib, go'zal holatda. Inshaalloh buni kuzda kaltaklari sotuvda bo'ladi. O'tgan kuni buni navini ko'rishga bir ikkita mehmonlar kelganda, shu uzum meva sohasida ishlaydiganlar, men so'raganimda qancha narx bo'ladi deganimda 100 mingdan kam emas deb baholab ketishdi. Lekin bu navlar sotilmaydi. Bu bog'imizda keladigan mehmonlar uchun olib qo'yilgan. Inshaalloh bu videoni ko'rib turgan bir vatandoshlarimiz, hamshahralarimiz bor. Bir akamiz menga qo'ng'iroq qilib kelishlarini aytgandilar. Men o'sha akamizning raqamlarini yo'qotib qo'ydim. O'sha akamiz ko'rib turgan bo'lsalar, menga bir qo'ng'iroq qilishlarini so'rab qolaman inshaalloh. Veliurlarimiz mana shu holatda. Juda ajoyib, juda go'zal. Chillakli uzum navlar uchun bu yaxshi nav hisoblanadi. Bu navimiz urug'lik nav. Ichida 2-3 ta urug'i bor. Ta'mi shirin, ichi oq. Hozir ko'rsataman. Mana ichi oq uzum. Mana shu holatda pishib yetilgan. Veliur. Xudo xolasa kuzatishni davom etinglar. Hali oldinda bundan ham zo'r navlar bor. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.